Sanatkor akamizning sanatlariga bitta guldiroz qarsaklar bo'lsin. Asilbekjon, uni bo'lsin. Ajoyib inson bo'lgin. Mana seni sharofating bilan mana bugun davramizga mana shuncha qaro ko'zlar yig'ilib turibdi. Mana shu davrada o'tirganlarning ham xonadonlarda doim yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Barchamiz ishtirok etib turaveraylik. Davramizga tabrik so'zlarda davom etamiz. Mana Ulug'bek akamizning sinfdosh do'stlari nomidan ajoyib inson Sheralaga Jo'rayev musofir yurtda Rossiyada bo'lib turibdilar. Ulug'bek akamiz bilan 10 yil birga partada o'tirib davr surgan ajoyib insonimiz Sheralaga Jo'rayev Rossiyada turib Ulug'bek akamizni mana bugungi shu farzandlarini to'ylari bilan tabriklab qo'yaptilar. Omon bo'lsinlar, jonlari sog' bo'lsin. Musofirda yurgan akamiz mana sinfdosh do'stlar nomidan tabriklabdilar. Mana shu akamizga uzoq umr tilab qolamiz, niyatlari ijobat bo'lsin. Doim mana shu qiladigan safarlari bexatar bo'lsin deymiz. Ulug'bekga mana shu sinfdosh do'stlarimizni tabrikini qabul qilamiz. Nozigul yangamizning bir guruh qarindoshlar nomidan Murtazay va Yayra opamiz bugungi davramizda mehmon bo'lib turibdilar. Sovg'alar bilan tashrif buyurasizlar. Bugungi mana shu xonadon sohibalarining Asilbekjonning yaxshi kuniga ajoyib dil istaklaringizni bildirasizga niyatdamiz. Nozigul opa keling. Bisyor bo'lsa bol ham beqadr. Takror aytilganda rangsizdir kalom. Bu yoriq olamda vatan bittadir. Bittadir dunyoda ona degan nom. Ajoyib qarindoshlar nomidan bir guruh mehmonlar nomidan Yayra opa keling. Yangamizning dugonalari nomidan Aslan va Muhtaram opamiz ham davramizga kelishlarini istab qolardik. Aslan va Muhtaram opa keling. Davramizga mana shu dugonalar nomidan bir guruh sinfdosh do'stlar, qadrdonlar nomidan tabrik so'zlarini sizga bag'ishlaymiz. Yayra opa, Muhtaram opa. Marhamat, kelinglar. Assalomu alaykum. Mana davlatlar. Barchalar xush kelibsizlar. Dugonamni yaxshi kunlarga to'planib kelganlaringizga rahmat hammalaringizga. Dugonamga ko'cham bilan barakatli bir kechirishlarni tilayman. Doim ko'shatadi. Bolalarning huzur halovatini ko'rib, nasib bo'lsa katta uylanish uylarni ham nasib bo'lsa mana shundan ko'p hammamiz barchamiz yig'ilib qatorimizdan xato bo'lmay barchamiz yig'ilib o'tirishimizni nasib etsin Alloh. Mana shu qarindoshlar nomidan arzimagan dugonamga sovg'amiz bordi. Nasib bo'lsa o'g'lini, qizlarini to'ylariga ishlatib yursin ro'zg'origa. Barchasini rahmat dugonam. Hamma rahmat. Kelishimiz baraka bo'lgan. Aslan va Muhtaram opa keling. Davramizga yeldagi tabrigimizni mana shu qadrdon dugonangiz nomidan. Yok, tortib o'shada kesinglar joy. Bachalarni sovg'irsinlar. Bachalar. Qadrdon dugonalar nomidan Muhtaram opa keling. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar va mehmonlar. Mana bugun dugonamizni yaxshi kunlarda, chiroyli kunlarini guvoh turibmiz. Allohim farzandlaringizni rohatini ko'ring. Pochcham bilan qo'shilib, shular yaxshi kunlarda bosh-bosh bo'lib yursin. Mana aziz bizim so'rab yaxshi kunlarda ishladik. Yaxshi kunlarda ko'rishsin. Rahmat.
Yaxshi kunlar doim ishtirokida bo'lavering. Ana endi mana Asilbekjonning ota-onasiga tayyorlagan bir sovg'asi bor ekan. Qani amma bolalar, sovg'alarni tayyorlar davramizga Asilbekjonni chorlab qolamiz. Ulug'bek aka, Noziguliga keling. Chiroyli muzikalar sadosi ostida endi shu davra buzilmay, shu turishda mana bugungi yaxshi kun, ajoyib, mana Asilbekdek yaxshi musulmonchilikka qabul qilingan kunini davra shunday buzilmay borib, sahnada bir og'iz mana buva momolarga tort yedirib oladi. Shu turish davrani to'riga yuramiz. Shirinliklar qilamiz. Keyin sarfolarimiz bor. Amaki tog'alar, xola ammalarga sarfolar topshirish marosimini o'tkazib olamiz keyin. Marhamat, hamma. Amaki tog'alarga, xola yangilarga sarfolar bor ekan, topshirib olamiz. Va hammani o'yinga chorlab qolamiz. Shu muzikalar sadosi ostida sarfolar topshirish marosimi bir juft galla bo'ladi. Keyin davramizga oqsoqolarimizdan qot qolamiz. Sarpolar topshirish marosimi bo'laveradi. Hofiz opamizdan kuy qo'shiqlar va kuy ohangarni kutib qolamiz. Qani marhamat. Hammani o'yinga chorlab qolamiz. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayratir xiroj. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alanga yayratir xiroj. Sarishtadik yoyib qurqulat, davralarda o'ynasın onam. Sarishtadik yoyib qurqulat, davralarda o'ynasın onam. Bolam divan, bular sidoyi, orzulari bordir samoni. Bolam divona, bular sidoyi, orzulari bordir samoni. Davlat boshimdagi toj, alanga yayratir xiroj. Baxti davlat boshimdagi toj, alanga yayratir xiroj. Sarishtadik yoyib qurqulat, davralarda o'ynasın onam.
seni kaydı kâni gölgari Yalandan oldu Tanımda beni O insanın kanıma gitmek yüzünden neri Şimdi seviyor da suylamana yıkarı Bana bir baba, bana bir baba Bana bir baba, bana bir baba Kızım buldu bir kara Seni görüp eğlenay Seni dayamayla Ne kanayalım derharay Kaydını gibi yanıma Degir özünden deray Basayladın ağzına Ziyandan çıkıray İçimde sürüyor Sana suylamay bari Bana bir baba Bana bir baba Bana bir baba Bana bir baba Şak şak vatnan Şarkımdan hayratnan Bir damcı yaş görmegen Kapatına fıçındır Hatta yaş görmegen Sakatına fıçındır Bir damcı yaş görmegen Kapatına fıçındır Hatta yaş görmegen Sakatına fıçındır Gözlerim seni Söylesene sana kurban bulayım Canım aldı kara gözlerim seni Sana gelen bende kakan bulayım Aklım aldı sözcü sözler
Benim sandalımı, bilek çağın talabını, bilek çağın talabını. Şirin sözlerin canım baladı bana Özgesiga bakmayın ko'nglim qoladi bana O'zgasiga bakmayın ko'nglim qoladi bana Dilbar ko'zi qaro dilbar Qaldirg'ochma qoshlaring boshga balo dilbar Dilbar ko'zi qaro dilbar Qaldirg'ochma qoshlaring boshga balo dilbar Dar kor mana dilbar Yakta qiyomoq mana dilbar Dar kor mana dilbar Yakta qiyomoq mana dilbar Kulishlari chiroyli Qulog'imdan nazlani Bu yoshlaring chiroyli Sevmayman deb chingan Sevishlaring chiroyli Dilbar ko'zi qaro dilbar Qaldirg'ochma qoshlaring boshga balo dilbar Dilbar ko'zi qaro dilbar Qaldirg'ochma qoshlaring boshga balo dilbar San'atkorlarimiz uchun bitta guldiroz qarsanglar bo'lsin. Asilbekjon uni bo'lsa elga yurtga kerakli kadr bo'lib yetib chiqsin deymiz. Har bir ishning o'z nihoyasi bo'lgani kabi bugungi bazm dasturxonimizni ham nihoyasiga yetib bormoqda. Yoshi ulug'lardan Murtazayev Karim buva, O'ktamxon amaki, Ulug'bek aka, Jasur aka, Sanjarxon mana Ulug'bek akamizni tog'alaridan Havullohxon amaki, Yoqubxon amaki kelingizlar, davramizga bitta oq fotiha beringizlar. Ulug'bek aka, Kamol aka keling. Asilbekning tog'alari nomidan bugungi dasturxonimizga qilingan nozik ne'matlarga kelgan mehmon mezbonlarga amakilari yangamizda amakilarini davramizga chorlab qolamiz. Barcha amaki tog'alarini davramizga chorlaymizda dasturxonimizga bitta oq fotiha qolamiz. Yoqubxon amaki keling. Havullohxon amaki keling. Yoqubxon amakimizdan mana Ulug'bek akamizning tog'alari nomidan dil so'zlarini eshitaylik. Assalomu alaykum. Davramiz ishtirokchilari, mana jiyanim Ulug'bek Atbaga keling. bir yaxshi kunga yetkazdi mana farzandi Asilbekni. Sunnat to'yi munosabati bilan yaqin birodarlari, do'stlari, qarindoshlarga ham dasturxon yozib bosh berdi. Ulug'bek, senga kelin bilan baxt saodat tilayman, oilangga fayz baraka tilayman. Mana shu nasib bo'lsa nevaracha Asilbek katta bo'lsin. Allohim
Şunu o'ylanish tuyularni ham nasib birga hammamiz ishtirok nasib qilsin. Ishlaringga omad, doim sog' salomat bo'lishni o'ylayman. Baxtli saodat. Bolalarga kamolini ko'rgin. Doim qarindoshlar hammamiz ishtirok etayotganda hamisha mana shunday yaxshi o'yinlar nasib qilsin. Katta rahmat. Parvardigor mana bugungi shunday kunga yetkazganing uchun o'zingga hamd sano bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat bo'lsin. Mana to'la yaxshi o'tdi. Barcha xizmat egalariga, san'atkorlarga, suxandonga, oshpazlarimizga, barchalariga Alloh ajr savobini bersin, tinchlik bersin. Hamisha mana shu yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu Asilbek nevaramiz ham katta yigitlar bo'lsin. Barchalarimizga Alloh o'zi mana shu yaxshi kunlarni bersin. Amin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davlatdoshlar. Mana bugun hurmatli kuyovimiz Ulug'bekjonni o'g'illarini sunnat to'yi ekan. Jiyanim Nozigul bilan Ulug'bekjon qo'sha qarsin, mana shu yigit katta yigit bo'lsin. Nimaki Nozigul jiyanim bilan Ulug'bek kuyovni orzu umidlarimizni shu jiyanim nevaradan ko'rsin. Momo bolalardek, eshon bolalarimdek katta yaxshi inson bo'lsin. Hech bo'lmaganda shu bir masjidga imom bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum davronimiz qatnashchilari. Bugun to'y yaxshi o'tdi. Hammalarga kattadan katta rahmat. Dunyomiz uchun Xudo doim yaxshi kunlar kelinglar. Davron katta yigitlar bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davrondoshlar. Mana bugun o'g'limiz Ulug'bekjonni Asilbekjon, mana Asilbekjonni o'zim ismini qo'yganman. Asilbekjon degan artist bor. Shuni men Ulug'bekjon deb qo'yganman. Mana bu katta yigit bo'ldi. Mana bu shunday to'y beryapmiz. Narsa kelajakda nikoh to'ylarida mana shunday o'tiradi. Savol bo'ldi. Hammaga rahmat beradi. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari, aziz mehmonlar. Hammangizga xush kelibsizlar deymiz. Jahonda eng oliy ne'matdir farzand. Farzand bo'lur yolg'iz joningga payvand. Farzand bo'lar maqsadning jomi. Farzand bo'lar qolir har kunning nomi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun kuyovim Ulug'bek, qizim Nozigul katta to'ydan tara qilyapti. Buning sababchisi Asilbek jajjigina nevaracham. Shular ulg'aysin, o'ssin, bilimli ziyoli bo'lsin. Qarshi hokimi, Toshkent shahar hokimi bo'lsin. Shularni izidan faxrlanib yuraylik. Hech bo'lmasa onasida oliy ma'lumotli o'qituvchi bo'lsin. Men bularga katta baxt tilayman. Baxtdan oltin taxt tilayman. Qo'shgani bilan qo'shsa qarisin. Shu bolalarini huzur harovatini ko'rsin. Shularni izidan mag'rurlanib yuraylik. Hamisha shuni xonadoniga yaxshi kunlarga, yaxshi tadbirlarga kelinglar. Yana keyingi yillarga ulg'aygan holda, kuyov bo'lganda, ko'paygan holda hammamiz ishtirok etishni so'rab qolaman. Hamisha sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda, yaxshi davralarda uchrashaylik. Aziz mehmonlar kelganlaringiz uchun rahmat. Hammalari sog' salomat bo'linglar. Tilovat tutamizni ham eshitib qolamiz mehmonlarni. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mehmonlar, hammalaringiz bolajonim Ulug'bekjonni xonadoniga xush kelibsizlar. Qarindoshlar tilaklaringizga hammaga qo'ying qadamlardan aytilay. Ulug'bekjon ilon
saodatli bo'lsin. Mana bu Ro'bejon shu yaxshi imoratlarni ko'rib xursand bo'ldim. Imoratlarni ko'rib, bir yigit qilgan imoratni qilibdi. Ko'rshaqasini yeri bilan kimdir qalam uchi bilan mehnat qiladi, kimdir bilak kuchi bilan mehnat qiladi. Bular ikkalasi mana shu ham qalam uchi ham bilak kuchi bilan mehnat qilgan. Xudoyo xudomonda bu yangi imoratlarga doim to'y tantanalar qilsin. Mana endi mana shunday bir yaxshi kunda bir aziz insonlar, aziz Simoni ismlarini aytib o'tmasam bo'lmaydi. Mana shu bir Azamat akam, Jalol akam, masalan mana shu kelinni bitta nima bilan bir telefon bilan ishga qo'yyaptilar. Mana yuzlarini yerga qaratmay shu kelinni mana shu yoqgacha ishlab obro' ko'rsatdi. Kattakon rahmat kelinimga, o'g'limga, bular hammasi ikkalasi mana shu to'ylarni, uylarni mehnati bilan qildi. Rohatlarini ko'rsin. Bolalarini har doim joylariga, taxtlariga har doim keringlar. Ilohim Asilbekjon oliy ma'lumotli, nasl nasabini himoya qiladigan, vatanini himoya qiladigan, qarindosh urug'larni hurmat qiladigan Jalolovlar sulolasiga doim bir nimasi baxt, omad, katta qo'shon keladigan yigitlar bo'lsin ilohim. Doim faxrlanib yuraylik. Tog'a-bo'g'larday, ota-bo'g'larday, eshon bo'laday doim katta eshonlar bo'lsin. Yaxshi kunlarga xush kelibsizlar bolalarim. Ilohim qo'shak qilsin, bolalar sog' salomat bo'lsin. Hammalaringizga katta rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Kelganlaringiz uchun tashakkurlar. Rahmat so'z berganim uchun mana bu jigarimiz Nozirxon, mana bu kuyovimiz Ulug'bekjon to'y bilan tabriklayman. Rahmat sizlarga mana shu shunday dasturni o'zgartirish uchun. Asilbek ham shu onasining oliy ma'lumot bo'lsin. Topgan yaxshi kunga to'yga kelsin. Rahmat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun opajonimga, po'chonimga yaxshi kun ekan. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Kamchilik bo'lgansa uzr. Bugun Asilbekjonni tabriklayman. Ota-onasida yaxshi inson bo'lsin. Onasida o'qimishli, yaxshi inson bo'lib, yetuk inson bo'lib yetishsin. Tabriklayman. Arzimagan sovg'amiz bor edi, mana shuni berib qo'yamiz. Asilbekga mana. Bundan kattalarni beramiz, xohlasa qara jentrasini beramiz mana. Shu joyda hammani bir juft san'atkorlarimizdan qo'shiq bo'ladi, o'yin bo'lsin. Qani marhamat xizmatdagilar u ana shu yerda davrada ishtirok etayotganlarni barchani o'yinga chorlab qolamizda, san'atkorlarimizdan bir juft jalla kutib qolamiz. Qani marhamat. Qaynona, qaynota, dadangiz, onangiz bitta chiroyli o'yin qilib berasizlar, xo'p? Chiroyli qo'shig'i bizdan, raqs esa sizdan bo'ladi. Marhamat. Bizden de bakan, bu saçlı içine
Güzel
Farzandlaringizni, ota-onangizni, yangamizni baxtiga sog' bo'linglar. Zo'r bo'ldi, bugungi to'y zo'r bo'ldi deganda bitta chiroyli zo'r g'ildirak qalbchalik bo'lsin. Onajon umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. O'g'lingizga bitta duo berasiz, yakunlaymiz. O'g'limda kuyovim bo'ladi o'sha. Gap yo'q deb. Ha, shular qo'shgandan qo'shsa qarasin, o'zidan ko'paysin, martabasi ulug' bo'lsin. Qani xudo xola. Begonalarda yursin. Qizimda ilmli, bilimli bo'lsin farzandlari. Shular hamisha boshi to'ydan chiqmasin. Qo'shgandan qo'shsa qarasin, nevaram ilmli, bilimli, ziyoli bo'lsin. Hech bo'lmaganda onasida pedagog bo'lsin. Bo'lmasa sizda qo'shiqchi bo'lsin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'lsin. Inshaalloh. Mayli, sizga ham rahmat. Qo'shgandan qo'shsa qaring. Chiroyli ovozingiz bor ekan. Ijodingizga ijod. Hamisha charchamang. Ovozingizga baraka. Onajon bitta gap aytib ketay. Zo'r kuyovingiz bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana shu Zo'r ham qizim ham ro'dayin. Shu zo'r kuyovda oldi, kuyovdan ham zo'r qizim bor. Hech anavi ta'rifga nima aytishga tilim ojiz. O'ta chaqqon, o'ta abjil. Bitta ikkita erkakning g'ayrati bor mana qizimga. Ha. Yo'q, shunda maqtasa maqtaguli qizim bor. Mana ko'ngil shijoatini ham qiladigan, ishini ham juda yaxshi bilasiz-ku siz endi u yo'q. Yo'q, bilaman. Ana shu Xudoga, keyin ota-onaga. yo'q, mana shu Ulug'bek akamiz bilan juda ko'p to'ylarga boramiz. Hamma juda ham yaxshi inson ekan, samimiyligi, ochiqdilligi juda ham bir chiroyli ta'riflar aytishadi-da. Mayli u kishi ishi o'zini yo'liga, qalbi go'zal insonda. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajon farzandingizga, farzandlaringizga chiroyli tilaklar. Marhamat. Assalomu alaykum azizlarim. Avvalo sizga katta rahmat aytaylik. Dugonajonimni kelinlarsiz, amakimni kelinlarsiz. Ulug'bekjon bilan doim hamkorlikda ishlaysizlar. Agar telefonim bo'lsa, doim Shahboz studiyani ko'raman birinchi. Sizlar doim duodaman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomatlik tilayman. Har doim qarindoshliklaringiz, birgaliklaringiz doim davom etsin. Kelinimni Ulug'bekjonga qo'shcha qarasin, baxtli saodatli bo'lsin. Azizbekjonni kuyov to'ylariga xizmat qiling. Katta rahmat. Ilohiy ijod qo'shilsin. Ularga xizmat ko'rsatgan artistlar meni o'shada tabriklayam keladigan amaliga. Katta rahmat aylayman sizga. Xizmatlarga rozi bo'ling. Hammangizga rahmat. To'ylarda ko'rishguncha. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. To'y egalaridan yakuniy chiroyli tilaklar eshitar ekanmiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezmonlar. Mana bugun bizni xonadonimizni hurmat qilib, bizni oilamizni hurmat qilib tashrif buyurganlaringiz uchun sizlardan ming rahmat aytaman. Yana shunday yaxshi kunlarimizda doim bo'lishlaringizni tilab qolaman. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Doim shunday yaxshi kunlarga ko'rish nasib qilsin. Rahmat kattakon hammaga. Xizmat qilganlarga ham rahmat. 2-3 kundan beri shu to'xtamay, xormay, tolmay mehnat qilgan xizmatchilarga ham rahmat aytaman kattakon. Rahmat kattakon hammalaringizga. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, mana bizni xonamizga yaxshi rahmat hammalaringizga. Mana shu xizmat qilgan ofitser yigitlarimizga, to'yxona ma'muriyatiga, oshpazlarimizga, video studiyashlarimizga, Shahboz tog'amga, Said opaga kattakon rahmat. Bizni hurmat qilganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Kim nima niyat qilgansa niyatiga yetsin. Hammani yaxshi kunlar, to'ylarida xizmatda bo'laylik. Rahmat so'z berganingiz uchun. Ayt yo'q.
tilaymiz. Rahmat barchaga. To'ylarda ko'rishamiz.